hurmatli ochiq muloqot ishtirokchilari, bugun mana Buxoro viloyatida sizlar bilan shu raqobat qo'mitasi rahbariyat darajasida ochiq muloqot qilish uchun yuz-yuz ko'rishib turibmiz. O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilganligi bo'yicha 2024-yilda 110 ta hamda 2025-yil 1-chorakida 41 ta holatlarda ishlar qo'zg'atilgan hamda 16 ta holatda davlat boshqaruv organlari va mahalliy hokimliklarga taqdimnomalar kiritilgan. Lekin bizda hozir eng kerak bo'ladigani davlat, nodavlat tashkilotlarda eng ko'p iste'molchilar huquqlari buzilayotgan tashkilotlarni to'liq statistikasini shakllantirib, murojaatlarni umumiy integratsiyasini olib borish kerak. 2000 ga yaqin murojaatlar ko'rib chiqilgan jismoniy yuridik shaxslar. Buni zamirida tahqirlar yotadi. İnsanları tahqiri, tadbirkorlarimizni tahqiri. Bank o'ziga majburiyat qilish kerak. Biz kirib to'ladikmi, fuqaroni tadbirkorni kirib to'ladimi? Bank o'zi sug'urta tashkiloti bilan fuqaroga yoki tadbirkorga ariza yuborsin. Muddatdan oldin to'ladingiz, 5 million hisobidan sizga 4 million sug'urta puli qaytarilishi kerak. Raqobat to'g'risidagi qonun, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun va reklama to'g'risidagi qonunlarni talablarini barchani rioya qilishni ta'minlash bo'yicha Buxoro viloyat boshqarmasi tomonidan barcha zarur choralarni ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.